Torontoda o'tkaziladigan san'at kechaligi haqida abjash o'ylanishlar. Abdori Sahar. O'ylanish 2. Bizda ko'zdan ayrısımı, hasdan ayırmaptı degan bir hikmetlik söz var. 8 iyun günü Torontoda o'tkaziladigan Uyghur xayr-saxovat san'at kechaligi uchun haqsiz sahibxonlik qilayotgan, sahna va zallarni aymay sexliq bilan berayotgan Uyg'urlardek qayoqqa mengishini bilolmay tamtirab qolgan bir millatga hasta-tayoq bo'lib berayotgan Torontodagi Nur madaniyat markazining to'r betiga kirib, bu markazning yetakchi idisiga ko'z atqanimda Qur'on suralaridan 49 sura Hujuratning 13 oyatini o'zlarining nishoni qilganligidan xabar topdim. Sura Hujuratning 13 oyatida mundaq deyilgan: Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adam bilan havodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' tuqqan qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblansizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, balki taqvodorlik bilan bo'ladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Demakki, Nur madaniyat markazi dunyoga insoniyatning bir ona, bir dadadan yaralgan bir oila kishilar ekanligini, shu vajidan Uyg'urlarga o'xshash ezilgan mazlum millatlarga quchoq etishdan iborat bu insoniy yordamining Qur'onning hukmi ekanligini anglitib o'tibdi. Kelajakda bu xayrli signal barliq musulmon qarindoshlarimizning qalb eshiklarini ochishimizda muhim rol o'ynag'usi. Sükunatga cho'mgan adolat dunyosi ichida bundaq umid baxsh etguchi g'oyalar bilan to'lgan bu to'r betidan kulimsirash ichida ayrildim. Jasoratlandim va Uyg'urlarning yo'qab ketmaydiganligiga ishonchim texmi komil bo'ldi. 8 iyun Torontoda o'tkaziladigan Uyg'ur xayr-saxovat san'at kechaligida setilgan biletning puli Xitoyning uchur aloqasini butunlay uzish jinoyati sababidan chet ellarda o'qishni davomlashtirishda iqtisodiy qiyinchilikqa duch kelgan Uyg'ur o'quvchilar uchun ishlatiladi. San'at kechaligining bosh planlovchisi Toronto atrofida yashaydigan bir oila kishilar bo'lib, bu oilaning izchil tirishchanlik natijasida Nur madaniyat markazida ilgari bir qancha qitim Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan masalalar haqida leksiya berish faoliyati ilib berilgan edi. 2 hafta ilgari Nur madaniyat markazining zalini ko'rish uchun borgan vaqtimizda bu markazdagi bir xodimning bizning ba'zi nomerlarni repetis qilishimizni ko'rgandan keyin Uyg'ur madaniyat san'atimizni maqtab aytgan tövendiki so'zi tushkunlik girdaviga berib qolgan qalbimni palladi yo'rtdi. Nur madaniyat markazining xizmatchisi bizga mundaq dedi: Sizlarning o'zinglarni dunyoga namoyon qilgudak bak chiroyliq va bak esil madaniyat san'atinglar bor ekan. Buningdan foydalanishni bilinglar. Biz zulm chekayotgan sizlardan boshqa millatlarga yordam qo'limizni sunib, san'at kechaligi o'tkazib berish taklifini o'ttirg'a qo'ygan bo'lsaqmi, ammo ular bunchalik bir nomerlarni maydonga ilib chiqolmadi dedi. Balkim
kishiga ilhom berguchi bir so'z shu kishining hayotini tubdan o'zgartishiga yordam qilganiga o'xshash, Nur markazi aytgan bu haqiqiy baho bizning o'rnimizdan dast turishimizga yetib eshib qilishi mumkin. Allah'ның 99 ismining ichidagi Al-Halak ismi qayta yaratquchi degandan iborat bo'lib, insonlar bo'ldi, tugashdiq degan eng oxirgi minutlarda yangi mo'jizalarning paydo bo'lib, yangi hayotlikning boshlanadiganligini bildirdi. Masalan, Hazreti Maryam onamiz qissasi. Yeshining әмділі 14 yaş bo'lganiga qaramay, kichikkina silva badini ko'tarolmagidek darajadagi ig'ir yuk bilan siniladi. Ya'ni, erkak qo'li tegmagan turuqliq Ayso alayhissalomga homildor. Uni qavmning iffatsiz ayol deb tushunib qilishi va cho'llarda yolg'iz qilish sababidan u bu dunyoga yaralmagan bo'lsam-chu deb nola qilgan oxirgi minutlarda Allah'ның uningga yangi hayotlik berganligi qatorliq nurg'unlagan Qur'on qissalari. Biz Uyg'urlar uchunmi yangi hayotlik yo'lining hamon tug'ildiganligini ko'rsatib turibdi. Men o'tganda yozgan bir qancha maqola asarlarimda o'stangi tosh etish bilan ko'lga tosh etishning tubdan o'xshamaydigan ikki xil natija ilib keladiganligini o'tirib qo'ygan edim. Shundoq, bir tal kichkina toshning o'stangi etilishi bilan ko'lga etilishi tamoman o'xshamaydigan ikki xil natija berdi. Agar siz bir tal kichkina toshni o'stan va daryoga otgan vaqtingizda o'stan va daryo toshning o'ziga etilganidan parvoy palak holatda uzoqlarga qarab mag'rur eqib ketaverdi. Agar bu bir tal kichkina toshni ko'lga otgan vaqtingizda ko'l tegi-tegidan qo'chilib, ko'l yuzida nurg'unlagan agashma chambarlar hosil qiladi. Toshlarimizni to'g'ri yerga va dal joyiga otayli-da. Dunyodan iborat bu bir sayram ko'li ich-ichidan qo'zg'ilib ketsin. Balkim dunyoga notanish bo'lgan bu go'zal madaniyat san'atimiz yana kelib bu madaniyatning egasi bo'lgan Uyg'urlarmi va madaniyat san'atimi xorlanayotgan bir paytda chavak olqishlar bilan dunyo xalqini o'rnidan turg'izib etishi mumkin. Nemishga mumkin bo'lmasin? O'ylanib qoldim. Madaniyat va san'at bir dastigulga o'xshaydi ekan. Xuddi boshqalarning ishkini chekkanda hadiya qiladigan. Vatanda madaniyat san'atimiz xorlanayotdi. Shundaqla san'atchilarimiz xorlanayotdi. Yana bir jihatdan Xitoylar bu madaniyat san'atimizni o'zining qilib olishga tirishyapti. Bu xorlanayotgan madaniyat san'atimizning qaddini ko'targuchilar va dunyo madaniyat san'at bog'chisidagi bir to'zimas gulga aylantirguchilar albatta chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar. Navbatda bu madaniyat san'atimizni qo'g'dab qilishdak ig'ir vazifa chet ellardagi xalqimizning zimmasiga yuklanmoqda. Bir tarafdan dushmanimiz Xitoy madaniyat san'atimizni xorlayotdi. Madaniyat san'atchilarimizni tutqun qilyotdi. Yana bir tarafdan o'zimizdan bo'lgan ma'lum kishilar naqshi musiqa usul haram deb o'zimizning qo'li bilan o'zimizning qimmatli boyliqlarimizga palti chepiyotdi. Mencha Uyg'urning hech narsasi haram emas, balki 100% halol. Ya'ni Noro'zimi, yangi yilimi, san'at kechiliklarimi? Albatta, madaniyat, san'at, kurash degan 6 harflik bu so'zning bir harfi. Bu harflarning bir tili,
elib tashlanganda u kurash bo'lmay qoladi. Tövəndəki videodan Xitayning Uyg'ur usullarining ma'nosini Uyg'ur xalqining og'zi bilan qanchalik darajada xunuklashtirib va oddiylashtirib Xitoy xalqiga tushuntirayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Chet ellarda madaniyat san'atimizga ega chiqayli. Torontoda o'tkaziladigan 8-iyun san'at kechaligi qimmatlik madaniyat san'atimizning Shimoliy Amerika qit'asida parlashi uchun besilgan tunji qadam. Davomi bor. 2019-yil 1-iyun